A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli qarindoshlar. Qalb so'zi nomli haftalık programmamizga hoş geldinglar. Programmamizning bugungi bölümünde Şemsi Navid Osmanining "Ah bizmi musulmonmi" degan kitobidan ruhiy go'zallik degan temasini diqqatingizga sunamiz. Ruhiy go'zallik Güzellik insanның təşədə emas işida degan bütün dunyoga tang ortaqlaşqan bu məşhur sözgə Saidil Asvad raziyallahu anhuni misal qilishga bo'ladi. Chunki uning ashu qop-qora ko'rimsiz chiroyi uni hamma yerda til haqorat dashnamlarga uchratib kelgan bo'lib, kishilar doim uni kamsitib chatga qaqatdi. Zamanning qaloq, mutaassib qarashlari doim uningga bechorlik bilan mayuslikdan boshqani his qildirmagan edi. Cemiyet üçün elib etqanda, uningda insonni jalb qiladigudek ne chiroy, ne boylik, ne ilm, hech narsa yo'q edi. U faqat qora tanlik, ko'rimsiz yaratilganligi uchunla jamiyatning begunoh xo'rinishiga uchrayotdi. Ammo uning ashu ko'rimsiz jismiga yushirilgan ruhiy go'zallikni pat arada Alloh taolaning qandoq maydonga chiqaradiganligini hatto u o'zimi bilmaydi. Ko'rimsizligi tufaylidan yetkichi xorlangan bu bechora inson oxiri payg'ambar alayhisolamning suhbatiga noil bo'ldi. U intayin xurusungan holida: "Ya Rasululloh, men o'zlariga iymon keltiray deyman, ammo yanala mushu ko'rimsizligim tufaylidan jannat darvozasi oldidami chatga qaqilib qolishimdan ansirayman" dedi. Payg'ambar alayhisolam uning azobli chiroyiga mehribonlik bilan qarab: "Yo'q, ey Said, Allohning jannatlarining darvozalari sen uchun ochiq. Uningga kirishdan seni hech kishi to'sib qala olmaydi" deb javob berdi. Alloh har ikki olam uchun rahmat qilib avatgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari Saidil Asvad raziyallohu anhuning sunuq qalbiga xuddi bir obi hayot daryosi bo'lib quyilgan edi. U shundoqmi degunicha bir pas hayroni qarab turgandan keyin darhol shahodat o'qib shu yerda iymon etdi. Mana endi Said musulmon bo'lgan edi. Qalbi sunuq bir bechora banda oqibat o'z parvardigoriga erishgan edi. Inson parvarlik bugun bir noumid, mayus insonni o'z bag'riga bosib Oradan bir mezgil o'tib, u payg'ambar alayhisolamning huzuriga nihoyatda bechoralarcha kirib keldi. Yana qaytadan payg'am to'kishga boshladi. Ey Allohning payg'ambari, garchi islom menga jannatni va'da qilgan bo'lsa-mu, ammo dunyolik hayotim burunqidakla hasrat ichida o'tib ketyapti. Meningmi shuncha o'ylangum keladi, ammo hech kishi qizini berishga unamaydi. Uning sunuq qalbidan etilib chiqayotgan bu nola payg'amni anglagan payg'ambar alayhisalom: "Nima deganing bu? Sen Saqib qabilasining yangidan musulmon bo'lgan sardori Amr ibn Vahbning yaniga berib Allohning rasuli qizingni Saidil Aswadga nikohlab berishini aytdi" deb xabar qilgan dedi. Bu kutilmagan javobni anglagan Said hayronlikda hushini yo'qotqili tasla qoldi. U meni xili oddiy namunat oilalarni o'ziga ko'y o'g'il qilishdan uyat qiladigan tursa, amdilikda qabila sardorining esil oilasi bu ishga qandoq muomalada bo'lar deganlarni o'ylamay tura olmadi. U garchi o'zining ko'rimsiz chiroyidan shuncha andisha qilayotgan bo'lsa-mu, ammo payg'ambar alayhisolamning bu fikri uningga umid bermoqda edi. Chunki bu fikr har bir so'zi islom jamiyatiga nisbatan taqdirining muqarrar qarori bo'lib hisoblanadigan payg'ambarning og'zidan chiqayotgan edi. Shunglashqa u umid ham xavfning birikma hissiyatida titrashga tushgan qadamlariga parvo qilmasdan udul borgancha hurmatli qabila sardorining ishkini dodil qaqib to'y talabini o'ttiriga qo'yaladi. Uning talabini olgan sardor g'azabdan yerilg'udak bo'lib ketgan edi. Chunki uning ko'z oldida oilasining nom sharafiga dog' tekkizmoqchi bo'layotgan bir qora zanga qarab turardi. Shu topda Amr ibn Vahbning mavj urayotgan besivolg'usiz g'azab nafrati Saidni aslida to'y talabini qo'yishga payg'ambar alayhisolamning avatganligini unutildirib qo'ygan edi. Shunga Saidning talabi ishik oldida rad qilindi. Said qaytish uchun bir necha qadamni bosar-bosmayla ho'yli ichidan o'zini chaqirayotgan uyatchan bir ovozni angladi. To'xtang, ey Allohning bandasi, to'xtang. Agar e'tiqodlaringiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning fikri bo'ladigan bo'lsa, undaqda bosh ustiga qabul qilaman.
Bu dal Amr ibn Vahb oilasining eng arzuli qizining ovozi edi. Qiz shu topda payg'ambar alayhisolamning muborak ig'izidan chiqqan bir so'z uchun barliq irqiy ayrimchiliklarni, oila, nasab, inovat, obro'larni bir chetga qayirib qo'yib, o'zining hayotidan kutgan barcha go'zal armonlarini qo'shib mardonalik bilan fido qilmoqda edi. Dada qizidagi bu mardona imoniy ruhni ko'rib, go'yo uyqudan cho'chib uyg'ongan odamdek darhol esiga keldi. Texi hozirla kamsitib ishik oldidan qaytirib o'tgan Saidni qaytadan quchoqlaganicha ajoyib katta izzat ikrom bilan uyga qaytirib kirdi. Shundoq qilib, dunyoning nazarida tasavvurmi qilg'ili bo'lmaydigan bu to'yning vaqt soati jiddiy belgilandi. Xushalliqdan esini yo'qotgan Said to'yga ketarlik narsalarni sotib olish uchun darhol bozorga yugurdi. Uning shartliqdan yerilib ketgani tasla qilayotgan yuragi ajoyib shirin hislar qo'ynida do'pildab so'qmoqda edi. Mana bugun uning shuncha zamonlardan beri xo'rliqqa uchrab kelayotgan shirin armonlari ko'z oldida ko'rinib turgan murod sahliga yetib olishga ozla qolgan edi. Ammo u tuyuqsizla nihoyat og'ir bir ilohiy sinoqqa duch kelib qoldi. Uning quloqlari bozorda yangrayotgan "Ey musulmonlar, jihodga otlaninglar, jihodga hozirlik qilinglar" degan jiddiy chaqiriqni anglayotdi. Saidning shuncha tez besib ketayotgan qadamlari birdo'la astilab qoldi. Uning vujudida mavj urayotgan tatlı hislar to'lqinimi o'z izidila qatib qoldi. Uning butkul tafakkur dunyosi ashu chaqiriqqa g'arq bo'lib ketgan edi. Uning uzoq zamonlardan beri ko'rib kelayotgan shirin tushlari ana shu abadiylik, haqqoniyat chaqiriqining o'chmas quyoshida ko'zdan o'chgan edi. To'y kechisining o'tliq shirin bag'riga o'zini atmoqchi bo'lib turgan Said amdi o'z o'limini bag'riga bosish uchun tayyor turadi. Dunyoning joiz lazzatlari tarafga ketib borgan qadamlari udul Alloh tarafga burilgan edi. To'yga lazimatlik narsalarni sotib olish uchun kelgan Said amdi urush aslahalarini sotib olib, jihad maydoni tarafga oshiqona ketib boradi. Amdilikda uning o'y fikrida to'y kunning huzurliq tasavvurlari emas, jannatning ajoyib masxushliq manzarasi jilvalanmoqda edi. Uningga nisbatan qizning go'zal husni jamoli emas, Allohning tangdoshsiz visoli eng suyumli o'ringa o'tgan edi. U shu topda o'lim dunyodagi eng go'zal armon bo'lib tuyuladigan hayotlik bosqichiga qadam qo'ygan edi. İnsan yangi to'y kiyimlari bilan zinnatlanishni emas, balki oqquzgan qonlari bilan g'usl qilib, kepansizlar ko'milishni orzu qiladigan jihad maydoniga qadam olgan edi. Rahat farog'atlik hissiyat qasrlari uni shuncha o'ziga chaqirayotgan bo'lsa-mu, u qabri sukunatlari tarafga parvosiz ketib boradi. Gerçi eş içret xilvatlari uningga keng quchoq ochayotgan bo'lsa-mu, u qilich nazlarning qonliq bag'riga parvosiz o'zini atmoqda edi. Jang maydonida beshiga ap-oq sallalar yo'gab, yuz ko'zini mahkam urib olgan bir mardud mujohidning islom uchun o'z jinni taqdim qilishiga shuncha aldirayotganligini hammalar o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Ammo hech kim uni tuniy olmayotdi. Chunki bugun kishilarning ko'ziga ko'rinayotgani Said roziyallohu anhuning tashqi qiyofati emas, balki ruhiy go'zalligi edi. Uning jang maydonidagi tandasiz jur'at shijoatiga va ajoyib go'zal fidokorlik obraziga hammalar cho'nqur zo'qlanish ilkida hayrona boqmoqda edi. Tuyuqsiz uning yanglari orasidan qop-qora biligi ko'rinib qoldi. Hammadan ilgari uni tunib olgan payg'ambar alayhisalom ixtiyorsiz bu Saidqo deb to'libatdi. Ammo payg'ambar alayhisalomning muborak ovozimi uni shahidlik ishqidagi parvonlarcha mastonlikdan uyg'otolmadi. U to'xtamay qilich chepib, ilgirlagancha Allohga bo'lgan haqiqiy bandichilikning eng cho'nqur, ammo eng yuksak qatlamiga sho'ng'ib ketdi. Dunyo parda orqasida xiralashishga, osmon zamin va butkul koinot cho'nqur ehtirom bilan yo'l ochib keyniga sildishga boshlagan edi. Mana bugun haqiqiy inson vujud qo'rg'onlarini bosib chiqib, o'z ilohining so'ygisi uchun yerda yotadi. Uning ruhi allaburun o'z ilohi bilan uchrashib bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalom uning jasad yoniga kelib egildi. Uning jonsiz jismini muborak quchog'iga olib, qattiq ta'sirlangan holda, "Ey Saqib qabilasi,
Allah bugün bizning Saidga sizlarninkidan nechasi go'zal qiz ato qildi deb xitob qilishga boshladi. Said al-Asvad radhiyallohu anhuning bu qisqagina hikoyasi bizga nisbatan hisobsiz savoq, nasihat angushtalariga to'lgan qimmatli xazinaga o'xshaydi. Aramızdan qani kim bu angushtalar bilan etikini to'ldirishga bel bog'lay oladi? Aramızda qani kim inson degan so'zning odamlarning tashqi qiyofatiga emas, balki ichki ruhiyat dunyosiga qaratilganligini chin ma'nodan tunib yetalaydi? Ammo hozirgi musulmonlar jamiyati shuncha ko'rkam, go'zal chiroylar sohiblari bilan to'lib turibdiki, ular o'z ruhiyat dunyosida inson emas, balki bir hayvonning yoshirinib yotganligini o'zimi ko'rib yetolmaydi. Chunki bu haqiqatni peshonlar ostiga qadalgan ko'zlar emas, balki iymoniy vijdon, iymoniy tuyg'ulardan putib chiqadigan ichki tafakkur ko'zlarilar ko'rib yetalaydi. Xo'sh, endi bizchi bizning tafakkur ko'zlarimiz ruhiyat dunyoyimizdagi yoshirinib yotgan ashu razil haqiqatni ko'rishga petinalarmi? Agar petinolmaydi ekan, undaqda yanala biz musulmonmi? Biz rastilla musulmonmi? Hörmətli qarindoshlar, buning bilan bugungi qalb so'zi nomli haftalik programmamiz oxirlashdi. Yana boshqa programmalarda ko'rishmak umidi bilan hammalarni Janobi Alloh taologa topshirdim. Xayr xo'sh amon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.